faqatgina maktabda sport sohasigagina e'tibor berib qolinmasdan, har bir soat dars, har bitta fan chuqur o'qitilishiga e'tibor berilyapti. Jumladan, ona tili adabiyot fanlariga ham e'tibor katta. Qayerdaki sharoit bo'lsa, u yerda o'qituvchi albatta izlanadi, yangiliklar qilishga harakat qiladi. Biz til adabiyot o'qituvchilari ham har yili xonalarimizni qanaqadir yangi bir ko'rgazmalar bilan jihozlashga, darsimizga bir yangiliklar olib kirishga, yangi pedagogik texnologiyani kengroq qo'llashga harakat qilamiz. Bu bilan esa o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini, dunyoqarashlarini yanada o'stirishga harakat qilib kelmoqdamiz. Zero hozirgi sharoitda yangi programmalar bo'yicha biz yangi dastur bo'yicha bemalol shu kungacha ayta olmagan fikrlarimizni ayta olyapmiz. Ma'naviyatimizning eng chuqur ildizlarini o'quvchilarimizga tushuntirib boryapmiz. Chunki ko'nglimizga farzandlarimizdek yaqin bo'lib qolgan bu bolalarning kamoli albatta bizga bog'liq ekan, bunga biz mas'uliyat bilan yondashmoqimiz kerak. Sportning yosh avlod tarbiyasi va kamolida tutgan o'rnini bir so'z bilan ifoda etish qiyin. Lekin biz faoliyati bilan tanishayotgan ushbu maktabda hukm surgan intizom, fanlar bo'yicha o'zlashtirishning yuqori saviyada ekanligi, qator to'garaklarning muvaffaqiyatli ish yuritishi zamirida jismoniy sog'lomlikka, sportga bo'lgan katta muhabbatni ko'rish mumkin. Aytishadiki, jamoat joylarida shu maktab haqida gap ketadi. Ota-onalar ana shu davrada o'tirganlar havas bilan gapirishadi. Hatto o'zi bir maktabga qatnab o'qib ko'rmagan keksa onalar ham gapirishadiki, shu maktabda shunaqa ekan, talab juda yaxshi ekan, bolalarim imkonga deb qoldi, nevaralarim degan gaplarni gapirishadi. Men bir ona sifatida shu maktabda o'qiydigan bolani onasi sifatida faxrlanib ketaman. Endi tarbiya masalasida ham aytsam, bu maktab tarbiya masalasida judayam bir ajoyib bir tajribaga ega bo'lib qoldi. Hatto bolalar maktabiga nima deydi, fidoyilik avvalo insonda oilada boshlanadigan bo'lsa, fidoyilik biz oilada shakllantiradigan bo'lsak, endi maktabda u yana rivojlanyapti. Mana shu maktabiga fidoyilik qiladigan bolalar vataniga fidoyilik qila oladi. Maktabini biror ishiga bo'lsa, maktabdan kelib hatto to'xta qorning to'yg'izib olgin, desangiz quloq solmaydi. Men hozir yetib borishim kerak. Men faxrlanaman ana shunaqa qilib tarbiyalayotganimizdan bu maktab yo'llarimiz. Endi ta'lim, tarbiya baribir bizni endi farzandlarimizni tarbiyasida bo'lamiz. Tarbiyada, bola tarbiyasida eng katta maqsad mening nazarimda ibrat. Ibratdan ulug'roq ustoz yo'q ekan. Kiyinishda ham, yurishtirishda ham, fidoyilikda ham, o'z kasbiga muhabbatda ham bolalarga mana shu darajadagi muallimalar, muallimlar avvalo shularga rahbarlik qilayotgan nimacha ibrat bo'la olayotganini istam qiladi ota-onalar. Mustaqilligimizning 13 yilligi tantana qilinish arafasida maktab jamoasiga quvonchli xabar keldi. Ko'p yillik fidokorona mehnati va sportni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun Marg'ilon shahar 29-o'rta maktab jismoniy tarbiya o'qituvchisi Azizjon Mirzaliyev 2-darajali sog'lom avlod uchun ordeni bilan mukofotlandi. Bu maktab jamoasiga berilgan yuksak baho edi. Hozir har qancha yangilikka intilsa, shuni hammasini qilish mumkin ekan. Bu faqat shu ishga mehr qo'yish, ishga haqiqiy shijoat bilan qarasa, izlansa, shuni albatta topar ekan. Mana maktabimiz 2 yil ichida oldingi maktablardan tubdan o'zgarib ketgan. Xuddi yangi maktabga bo'lgan. Shunga munosabat bolalarda ham his qilinadi-da. Bolalar ham qandaydir o'zini bir g'ururlik, bir bunday bilimga intilgan joyda o'qiyotganligini his qilib turib, o'zlarini bor imkoniyatdan foydalanishga harakat qilishadi.
davlatimizni har bir o'quvchi va o'qituvchiga qilayotgan g'amxo'rligi. Buni endi oddiy misol bilan aytib o'tayman, hayolimda ham bo'lmagan. Mana sog'lom avlod ordeni bilan mukofotlanishi bu men uchun bir hammasiga ham juda katta bir tantana desam bo'ladi. Shuning uchun men bir narsa demoqchiman. Mehnat qilsin. Buni bilarkan doimo seni aziz tutarkan. Respublikamizda bolalar sportiga hukumatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik tufayli umid nihollari, barkamol avlod hamda universiada singari mamlakat miqyosidagi sport anjumanlari o'tkazish an'anaga aylandi. Bugun ana shu o'tkazilajak tadbirlarga o'ziga xos taman toshi bo'lib xizmat qiladigan sport turlari bo'yicha respublika birinchiliklarini tashkil etish va o'tkazish ishlari boshlab yuborildi. Shunday tadbir Marg'ilon shahridagi 29-o'rta maktab sport bazasida 8-14 dekabr kunlari bo'lib o'tdi. Marg'ilonda mana shunday sport majmuasi qurilganidan xabar topib, 1988-89 yillarda tug'ilgan o'smirlar o'rtasidagi voleybol bo'yicha respublika birinchiligini aynan shu yerda o'tkazishga qaror qildik. Ko'rib turganimizdek, bu yerda shunday musobaqalar o'tishi uchun yaxshi sport bazasi yaratilgan. Bu sharoitdan nafaqat murabbiylar, balki bolalarning o'zi ham juda mamnun. O'ylaymanki, kelajakda bu yerda barcha yoshdagi bolalar o'rtasida sport musobaqalari o'tkazib turish an'anaga aylanib qoladi. Voleybol federatsiyasi ijroiya qo'mitasi a'zosi, bolalar sporti mutasaddisi sifatida barcha jamoalar bilan tanishib chiqqach, ular haqida juda ijobiy fikr hosil qildi. Bu yerga tashrif buyurgan o'smirlar yaxshi jismoniy tayyorgarlikdan o'tishgan. Sport majmuasi doim ishqibozlar bilan gavjum. Hakamlar odillik bilan o'yinlarni baholashmoqda. Umuman bu yerda do'stona muhit va sog'lom raqobat hukm surmoqda. Respublikamizdagi minglab maktablarda bugun umum ta'lim sohasidagi islohotlarning amaldagi ijrosini kuzatish mumkin. Buni bir maktab misolida qay tariqa olib borilayotganligining guvohi bo'ldi. Maktab ma'muriyati mamlakatimizda bolalar sportini rivojlantirish haqidagi prezidentimiz tashabbusiga hozir javobli va mas'uliyat bilan yondoshib, qisqa vaqtda shunday bunyodkorlik ishlarini bajardi. Bunda butun jamoa ma'naviy toblandi. O'quvchilar ruhiy kamolotida, mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'sha oladigan barkamol avlod tarbiyasida katta qadam tashladi. Zero sehrli maskan deya ta'riflangan maktab zaminida ana shu oddiy haqiqat